Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, Mega Avto kanalining muxlislari, bizni YouTube platformamizda, Instagramda kuzatuvchilar, hammanglarga Andijondan alangali salomlar. Mana bu Kia K5'imizni 6-paysamizni sotuvga qo'yuvdik. Mana hozir o'zini egasini topib turibdi. Hozir Namangan viloyati Chust tumani Mustaqillik mahallasida ekanmiz. Ukam Rashidxon bilan 2023-yili ham Malibu 1 beruvdik. Mana voqeadami qutlug' kelib, mana orqasidan Kia K5 ham mana nasib bo'lib turibdi. Ukam o'zi safarda. O'g'li Akbarjon, seni keling. Iminnoy otang bizga o'g'limga shu Kia K5 daftarga rasmlarni ko'p chizib yurar edi, o'g'lim shu yaxshi ko'radi Kapiyat deb deyatuvdi. Mana shu seni orzuyingni amalga oshiraman deb otang mana safarlarda ishlab yuribdi. Katta bo'lsang sen ham qaytarasan bularni. Bo'ptimi o'g'lim? Senlarning oilangiga qutlug' bo'lsin. Bu mana shu Kia Kapiyat senlarniki bo'ldi. Yaxshi kunlarga mingi. O'no ekranda seni otang kuzatib turibdi. Butun dunyoda yurgan do'stlari, musofir o'zbeklarimiz ko'rib turibdi. Ularga mana ikki og'iz so'zing bo'lsa, Akbarxon, qani marhamat ekranga. O'zingni bilgan qoningda gaplarni gapir. Dadam pullar ko'paysin. Barakalla, barakalla. Barakalla. Hurmatli obunachilarimiz, qisqa lo'nda. Mana haqiqiy gap bo'ldi. Bu haqiqiy qonni degan gapni gapirdi. Dadam puli ko'paysin dedi. Alloh razı olsun. Dadangni puli ko'paysin. Niyatsiz yetinchi ham. Rahmat. Qani funtni bering endi. Musofir yurtda yurganlar mana boshqasi qo'yasiz. chuslilar mana bu o'zi start stop bo'ladi. Mana mononi senga beryapmiz, dadang kelguncha minmay turgan olma, bo'ptimi? Mana shu Kia K5 senga. Muborak bo'lsin o'g'lim. Yaxshi kunlarga minga. Qisqa lo'nda gap, dadangiz puli ko'paysin. Hurmatli obunachilarimiz, bizni Mega Avto 7070 kanalini kuzatuvchilari, mana Chustga keldik. Mana xonadoniga olib kirib topshirdik. Buni bitta oldin 23-yili bergan Malibu 1imizga barter bo'ldi. Endi buni tashlab Malibu 1ni olib ketamiz. Uni ham tayyorlab, kamchiliklarni qilib sotuvga qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana gap olib keldik. Mana hozir Alloh razı olsun. Chustdamiz. Hammaga omad, ko'rganda ko'rishguncha xayrlashmadik. Salomat bo'linglar, rahmat e'tibor uchun. Muborak bo'lsin Akbarxon.